bugungi videorolikimizda Jack J7 O'zbekistonda ko'rinishi bo'yicha eng agressivniy mashinalardan biri va undan tashqari Jack GS6 obzori bo'ladi. Xullas J7'miz to'liq birinchi narxlar haqida aytib o'taylik, so'kishdayda qolishni xohlamayman. Bu mashinamiz to'liqdan narxi 235 million hisoblanadi. Bu Jack GS6 ga rassrochka bor. Mashina 6 oy davomida 5% bank hech narsa aralashuvsiz Jack GS6 ni qilib beramiz. Bunga Cheris Bank avtokredit bor. Bu mashinamiz sedan kuzovdagi liftbek hisoblanadi. Liftbek. Ko'pchilik sedan deb o'ylaydi. Liftbek bo'lgan sababi, qarang mana orqa kapot ochilgan payti oynaga qo'shilib ochiladi. Shuni hisobiga bu mashinamiz liftbek hisoblanadi. Bu mashinamiz qulayliklari juda ham ko'p. Motorlariga keladigan bo'lsak, motorlari 1.5 turbo hisoblanadi. 150 ta ot kuchi bor, ballonlari 17-razmerda bo'ladi. Hadovoylari balka bo'lmaydi, nizavizmli bo'ladi aka. Keyin mana koja aka. Xuddi shunday eko koja qilingan, plastik, yumshoq plastikdan ishlatilgan, koja effektini beradigan. Sideniyalari ham nima? Koja hisoblanadi. Do'stlar, men shaharda bir marta ko'rdim, oldimdan chiqib qoldi-da, qo'rqib ketdim to'g'risi. Juda bir agressivniy ko'rinishi bor-ku, odamni bunday seriozli odam kelyaptimi deb o'ylaydi-da. Ishonmasangiz bitta kelib ko'ringlar, lekin gap yo'q. Aka monitorlar o'rnatilgan 6.7 dyumli bu monitordan bemalol konditsioner, multimedia hammasini sozlab o'zingizga moslashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Mashina uzun, ancha-muncha, Monzadan ham uzun hisoblanadi. Materiallar juda ham qalin, baquvvat. Ayrim konservanka mashinalarga o'xshab bossangiz qo'lingiz kirib ketadigan darajada emas. Kuzovlar juda ham baquvvat va qalin qilib ishlangan. Polsi kojonni bo'ladi, qaranglar. Mana yotqizib qo'yishgan. Mana bu orqa tomonida masalan bu sideni yotadigan bo'lsa, buni yotqizilgan savol aytib beraman. Bemalol bitta odam bitta adyol to'shab yotib, uzoq safarga chiqqan payti mana shuni mini mehmonxona qilib foydalansa ham bo'ladi. Chunki orqa tomonda nima yo'q. Devorlar yoki qanaqadir xalaqit qiladigan notekislik joylar yo'q. Bu yotgan payt tep-tekis bo'lib qoladi. Xuddi shunaqa. Oyog'ini uzatib bemalol yotib olsalar bo'ladi. Bu ko'tariladi, mana oddiygina qulay o'tirasiz. Mashinamiz 3 kishi bemalol sig'adi. Bu mostda o'tgan joyi ham unaqa baland emas. O'rtada o'tirgan odam ham unchalik qiynalmaydi. Ruslan aka, bu Jack GS6miz bo'ladi. Xuddi tashqi ko'rinishdan lilaga o'xshaydi. Kechqurun yonib yurgan payti bu LED faralari ham, uzoq yotiq linza qilib joylashtirilgan ledlari ham juda ham chiroyli, agressiv bo'lib ko'rinadi. Uzoqdan ko'rgan paytingiz haqiqiy zamonaviy mashinani ko'rgandek bo'lasiz. O'zi haqiqatan ham zamonaviy mashina hisoblanadi. Bu mashinamiz shu o'rinda bitta savol bermoqchiman. Qarang, bu mashinamizga gaz o'rnatsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bu mashinamizga bemalol propan o'rnatsa bo'ladi. Bu mashinamizga metan ham, propan ham o'rnatib olsangiz bo'ladi. Jack GS6 ga faqat propan o'rnatsa bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Bugungi videorolikimizda Jack J7 O'zbekistonda ko'rinishi bo'yicha eng agressivniy mashinalardan biri va undan tashqari Jack GS6 obzori bo'ladi. Xullas, qancha yurib beradi, narxlari qanaqa, to'liq obzorlarni shu akamiz bilan birgalikda qilamiz. Assalomu alaykum, Ruslan aka, yaxshimisiz? Xush kelibsiz yana bir bor. Rahmat aka, yaxshimisiz aka? Rahmat. Aka, bu Jack J7 haqida gapiradigan bo'lsak, Jack J7miz to'liq birinchi narxlar haqida aytib o'taylik, so'kishdayda qolishni xohlamayman. Bu mashinamiz to'liqdan narxi 235 million hisoblanadi. Bu Jack GS6miz bo'lsa 285 million so'm hisoblanadi. Jack GS6 ga rassrochka bor. Boshlang'ich 200 million to'laydi, qolgan 85 million so'mini 6 oy davomida 5% bank hech narsa aralashuvsiz Jack GS6 ni qilib beramiz. Bunga Cheris Bank avtokredit bor. Bu mashinamiz sedan kuzovdagi liftbek hisoblanadi. Liftbek. Ko'pchilik sedan deb o'ylaydi. Liftbek bo'lgan sababi, qarang mana
orqa kapot ochilgan payti oynaga qo'shilib ochiladi. Shuni hisobiga bu mashinamiz liftbek hisoblanadi. Do'stlar, Jack boshqacha G7. bu. E'tibor qaratishingiz mumkin. Birdaniga oynasi bilan birgalikda ochiladi. Xuddi O'shaning shunday uchun kuzovi liftbek hisoblanadi. Bu Aka- mashinamiz qulayliklari juda ham ko'p. Motorlariga keladigan bo'lsak, motorlari 1.5 turbo hisoblanadi. 150 ta ot kuchi bor, ballonlari 17-razmerda bo'ladi. Hadovoylari balka bo'lmaydi, nizavizinli bo'ladi aka. Xudo xohlasa. Juda yaxshi salon vashi ko'rishingiz mumkin. Mягкий, mana koja aka. Xuddi shunday eko koja qilingan, koja plastik, qilingan. yumshoq plastikdan Yumshoq ishlatilgan koja plastikdan. effektini beradigan sideniyalari ham nima? Koja hisoblanadi. Gap yo'q, juda qulayliklari ko'p, ha, xudo xolasa. Shunday, ha. Bitta o'tirib ko'rsak, nima Bo'ldi, deysiz? o'tirib ko'ring, u tomondan o'tiring. O'tirib ko'ramiz. Haydovchilardek o'tirib ko'ring aka, bir o'zingiz Gap yo'q. bahosini Mashina, berasiz. do'stlar, men shaharda bir marta ko'rdim, oldimdan chiqib qoldi-da, qo'rqib ketdim to'g'risi. Juda bir agressivniy ko'rinishi bor-ku, odamni bunday seriozniy odam kelyaptimi deb o'ylaydi-da. Ishonmasangiz Xuddi bitta shunday. kelib ko'ringlar, lekin gap yo'q. Aka monitorlar o'rnatilgan 607 dyumli bu monitordan bemalol konditsioner, multimedia hammasini sozlab o'zingizga moslashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz nimani tormozni bosing, bitta zavodga monitorlarni yoqib ko'rsatib beramiz. Bosamiz. Mashina mana zavod bo'ladi. O. Bu yoqda nimalarni ko'rishimiz Bu mumkin? yoqda tonometr nima ko'tarilib tushishi. Hozir bu mashinamiz hali atiga zavoddan chiqqandan beri 35 kilometr yurgan. Salon ichida turib, xudo xohlasa bemalolki bu mashinani xarid qilsalar bo'ladi bizdan. Bu mashinamiz 1.5 turbo bo'ladi. Jack G7 juda ham qulay. Mashina uzun, ancha-muncha. Munzadan ham uzun hisoblanadi. Materiallar juda ham qalin, baquvvat. Ayrim konservanka mashinalarga o'xshab bossangiz qo'lingiz kirib ketadigan darajada emas. Kuzovlar juda ham baquvvat va qalin qilib ishlangan. Gap yo'q. Bu yoqda nimalar aka? Bu yoqda start stop bor. Avarenkani yoqib o'chirish, avtomat korobkani uzatmalarni o'zgartirish. Bu nima bo'ladi? Rushnoy bo'ladi. Svetoforda turgan paytingiz avtomatik o'zi to'xtab turadi. Skorda bo'lgan paytda ham buni qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz. Monitordan mana konditsioner hammasini ichki haroratni sozlash, hammasini boshqarib ketsangiz bo'ladi. Ovoz ko'tarish, ovoz pasaytirish hammasi mana shu monitorda joylashgan. CarPlay bormi? CarPlay bor aka, CarPlay iPhone ga ham ulanadi. Mana Apple Play ham bor, Android Auto ham bor. Xohlasangiz, iPhone ga ham ulanadi. Samsung Android tipidagi любой telefonga ulanadi. Mashinamizni kichkinagina o'ziga yarasha chiroyli lyukchasi bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Lyukni ham hozir bir ochib ko'rsatamiz aka. Lyukni ochilyapti. Xuddi shunaqa. Juda ham ko'p mashinalarda menimcha bu lyuk yo'q deb o'ylayman. Bu ham o'ziga yarasha zeb, ziynat berib turibdi deb o'ylayman mashinamizga. Bu mashinani obzorini juda ham ko'pchilik odam ko'rgan. Menimcha ortiqcha Ko'p gapirish shart emas. Nima qilib o'tirish shart emas. Mashinamiz zo'r, xudo xohlasa, uyaltirmaydigan mashina. Gap yo'q. Arqalari ham juda keng, do'stlar. Polsi kojniy bo'ladi, qaranglar. Mana yotqizib qo'yishgan. Ana bu orqa tomonida masalan bu sideniya yotadigan bo'lsa, buni yotqizilgan savol aytib beraman. Bemalol bitta odam bitta adyol to'shab yotib, uzoq safarga chiqqan payti mana shuni mini mehmonxona qilib foydalansa ham bo'ladi. Chunki orqa tomonda nima yo'q. Devorlar yoki qanaqadir xalaqit qiladigan notekislik joylar yo'q. Bu yotgan payt tep-tekis bo'lib qoladi. Tep-tekis bo'ladi. Xuddi shunaqa. Oyog'ini uzatib bemalol yotib olsalar bo'ladi. Bu ko'tariladi, mana oddiygina qulay o'tirasiz. Mashinamiz 3 kishi bemalol sig'adi. Bu mostda o'tgan joyi ham unaqa baland emas. O'rtada o'tirgan odam ham unchalik qiynalmaydi. Orqa tomonga konditsioner shaxtasi o'tkazilgan. Bu ham orqa tomondagi odamlarga ham konditsioner yoki pechkani issiqligi yetib kelishi juda ham tez va samarali bo'ladi. Bu yerda hozir zaryadga qo'yish uchun portlar, ha? Bu zaryadga qo'yish uchun portlar bor. 502 voltlikda 4 nima hammasi bor. Hammasi joylashtirilgan. Do'stlar, mana ko'ryapsizlarmi? Qisilmaysizlar. Mana shuncha joy orqasi ham keng. Endi faqat negativ yozib, unaqa ekan, bunaqa ekan deb yozish kerak emas. Yaxshi narsani yaxshi deb yozish kerak. To'g'rimi aka? Xuddi shunday akajon. Negativlar endi nimanidir kamchiliklarni topib nimalar. Bitta aytinglar, zo'r moshinmi? Zo'r deb yozinglar bitta. To'g'rimi aka? Xuddi shunday. U negativ yozayotgan odamlar ko'p o'zi sotib olib yokida haydab ko'rmagan odamlar deb hisoblayman. Chunki og'izdan og'izga ko'chib kelib gap, oddiy bitta gap bir 100 ta gap bo'lib ketadi. To'g'ri. Endi bilmay turib nimalarni yozishadi. Tuzuk odamlarni nima qiladi? Endi kapotini ko'rsatib o'taylik. Orqa faralarni ko'rishingiz mumkin. Yotiq linza qilib joylashtirilgan. Linzali LED fara bo'ladi hammasi. Bu kechqurun yonib ketayotgan paytingiz ham
orqa tomondan qaragan odamlar ham вообще bir derski, chiroyli ko'rinadi. Endi Juda chiroyli keling ko'rinadi. orqasini ochib sizlarga bitta ko'rsatib beray bu mashinamizni. Bagajni kattaligini ko'ryapsizmi aka? Juda katta lekin вообще. Yotqizsak lekin qonun mini mehmonxona bo'lib qoladi bu Xuddi mashina. shunaqa. Gap yo'q. Zo'r. Qo'shimcha. Buni mafiyalarga tavsiya qilamiz. Bemalol bitta odam yotqizib olib ketsa bo'ladi. Xudo xohlasa mashinamiz uyaltirmaydi. Yaxshi ideya lekin aka zo'r. Shunday. Xullas nalichda bor ha mashina. Nalichida bor, nalichida tayyor mana. Xudo xohlasa keladi, yarim soat, 1 soatda mashinani nomiga rasmiylashtirib beramiz. Xohlasa naqd, xohlasa avtokredit. Mashinani bitta o'chirib oling. Do'stlar, xullas nalichda olib ketasizlar. Ruslan aka, bu Jack JS6 miz bo'ladi. Xuddi tashqi ko'rinishdan lilaga o'xshaydi. Kechqurun yonib yurgan payti bu LED faralari ham, uzuq yotiq linza qilib joylashtirilgan ledlari ham juda ham chiroyli, agressiv bo'lib ko'rinadi. Uzoqdan ko'rgan paytingiz haqiqiy zamonaviy mashinani ko'rgandek bo'lasiz. O'zi haqiqatan ham zamonaviy mashina hisoblanadi. Bu mashinamizga ham motorlari 1.5 turbo bo'ladi, 174 ta ot kuchi bo'ladi. Bu mashinamiz to'liq tan narxiga keladigan bo'lsak, to'liq tan narxi 285 million so'm hisoblanadi. Bu mashinamizga rassrochka bor, xohlasa avtokreditga bo'lsa bo'ladi, puli kamroq bo'ladigan bo'lsa, bu mashinamizga boshlang'ich 200 million so'm to'lab, qolgan 85 millionni 6 oyga foizsiz, banklarsiz, hech qanaqa aralashuvsiz mashinani nomiga chiqarib beramiz. Unda ham boshlang'ich 200 million to'laydilar, 85 millionni hech qanaqa foizsiz. Puli ozgina yetmay yurgan akalar uchun bu juda ham qulay variant deb hisoblayman. Juda yaxshi. Shu o'rinda bitta savol bermoqchiman. Qarang, bu mashinamizga gaz o'rnatsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bu mashinamizga bemalol propan o'rnatsa bo'ladi. Bu mashinamizga metan ham, propan ham o'rnatib olsangiz bo'ladi. Jack JS6 ga faqat propan o'rnatsa bo'ladi. Gap Xudo yo'q. xohlasa. Do'stlar, xo'p, ballonlari nechalik? Ballonlari aka 18-razmerda bo'ladi. Yaxshi Quyma temir diskga qo'yilgan. Saka diskga qo'yilgan, ya'ni tormozning opornilari ham juda ham katta va baquvvat qilib ishlangan. Bu mashinamiz ham balka bo'lmaydi, nezavizinli bo'ladi. Yamaga tushgan paytda ballonlar alohida tushadi. Shuni hisobiga juda ham yumshoq hisoblanadi mashinamiz, xudo xohlasa. Juda ajoyib. Mana orqa ko'rinishlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerlar yonadimi aka? Hammasi yonadi aka, nimalari, faralari yonib, bemalol yoritish tizimlari ham juda ham chiroyli qilib ishlatilgan. Pastda faktroniklari, kameralar necha grad? Bunda 360 kamera bor, u Jack J7 mizda, bunda 360 kamera yo'q. Faqat bunda bor. Bu polniy elektropривод bo'lgan. Sideniyalar oldinga borib keladi, sideniya pamyat, обогрев, hamma qulaylik bor. Ularda ham bor, cruise control, hammasida bor. Juda yaxshi. Salonni bitta ko'rsatib o'tamiz. Keling. Keling operator. Salonchasi просто yorib yuborishgan, qarab ko'rishingiz mumkin. Polniy kojani, sideniya pamyatlari mana bu yonida ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatingda. Juda chiroyli qilib ishlangan mashinamiz. Xullas hamma funksiya bor, aka. Mana monitorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta monitorlar qo'yilgan. Bu avrenkalarni ham yoqib o'chirish, skurlari ham nima bo'ladi? Xrustalniy jostikli skur bo'ladi. Bemalol juda ham qulay, yosh katta odamlar uchun bitta burab qo'yadi. Hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi mashinani haydab ketish. Ruli qanaqa bo'ladi, aka? Ruli elektronnik gidravlika hisoblanadi. Juda yengil, ha? Juda ham yengil. Mayda shu bayroqcha bilan boshqarsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa suvday bo'ladi. Gap yo'q. Do'stlar, tavsiya qilamiz. Jack avtomobillari O'zbekistonga kirib kelganligiga ancha yillar bo'lib ketdi. Bular bexavotir olsangiz bo'ladi. Chunki o'zi ishonchdan o'tgan bir bular sifatliligini o'zi odamlar bilib qolishdi. Ko'ngilni to'q qilib olsangiz bo'ladi. Endi adresini tushuntirib o'tsangiz. Adresimiz yana bir marta tushuntirib o'taman. Adresimiz Gelion chorrahadan Motorga chiqib ketishda Siyob kanalining yonida. Bizda qarama-qarshimizda Xumo degan benzin zapravka joylashgan. O'shani qarama-qarshi tomoni Domni tagida joylashgan bizda. Do'stlar, kelinglar, tavsiya qilamiz. Shunaqa ishonchli joydan faqat olinglar. Biza aytgan joydan olinglar. Kam bo'lmaysizlar xullas. Do'stlar, like bosinglar, podдержкада bo'linglar. Shunaqa yangi zo'r videolar o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat amaga. Hammaga rahmat, sog' bo'ling. Ruslan aka, sizga ham kattakon rahmat.